O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi va iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash markazi taqdim etadi. Qarang aka, ekskursiyani mana shu yerdan boshlaymiz. Bu Bahovuddin Naqshband ko'chasi aka. Xo'ja Nasriddin haykali qayerda Buxoroda desa, Bahovuddin Naqshband ko'chasida desangiz bo'ladi. Men sizga lifehack o'rgataymi bitta aka. Agarda birorta davlatga ekskursiyaga borsangizda, gid olmasangiz, o'zingizga tushuntirib bergani. Shunchaki borayotgan turistlarning gruppasiga qo'shilib olingda, eshitib yuravering. Birorta gid "Sen chiqib tur" demaydi baribir. Bitta doira, bitta buvi kerak. Assalomu alaykum. Ha, yura o'yning. Qalay ekan, sahnada emas, pastda turish. Yo'qyaptimi sahnada emas, pastda turish? Albatta. Men topdim sizga tushuntirib beradigan odam. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Buxoro shahriga. Bu Karvonsaroy sifatida qurilgan madrasalardan biri asosiy bu yerda yashagan, chetdan kelgan bizning sayyohlarimiz. Asosiy madrasa bo'lgan payti birinchi qavat bo'lar edi o'quv xonalari. Ikkinchi qavatda esa yashashgan asosiy xonalardan biri. Bizda mana bunday qaychilarimiz sotuvda bor, asosiy bunda kesishgan zardozlik gullarini. Mana bu hunar bilan ham hozir ham shug'ullanib kelishadi. Birinchi qog'ozda chizishadi, keyin ustidan bezak berib mana buni bitta ishni, shu ishni bir hafta 10 kundan bitirishadi. Nimaga Shohruxxon eshitmayapsiz aka? Poppa o'sha ketadi-da. Men sizga sovg'a qilaman mana shundan. Agarda mana u ismlar yozilgan joydan mirshakar yozilganini topib bersangiz. Unda keta qolaylik. Olib bermayman deb qo'ya qoling. Keta qolaylik. Tarixiy rasmlar bor ekan. Aynan shu yerda men 4 yoshimda rasmga tushganman. Mana shunaqa turganman. Aylanib yursangiz ham hamma yoqni baribir bu joyga kelganingizda mana shu turibdi rasmga olay deydigan odam topiladi-da. O'sha esingizda qolib ketadi rostdan ham. Mana qarang, mana buni ushlab tushgan ko'pchilik. Mana bu o'tirib ko'z yaltiraydigan joylardan bilsangiz bo'ladi, qayer fotogenishliroq. Buxoroning asosiy yuragi bu Labiy hovuz deyiladi. Labiy hovuz so'zining ma'nosi hovuzning uchi degan ma'noni beradi. Berik baseyni 17-asrda qurilgan Nodir Devonbegi tomonidan chuqurligi 5 metr, uzunligi 35 ga 45 metr. Chap tomonda joylashgan bu xonaqoh asos yashagan darvishlar, o'zini Alloh yo'liga bag'ishta qilgan kishilar. Xonaqoh so'zining ma'nosi ham masjid bor, ham madrasasi bor. Biz hozir xonaqoh kirib ko'ramiz endi. Darvish bo'lmasak ham o'sha zamonlarni bir qiziqib ko'rganimiz yaxshi. Men darvishlar yashaganini aytdim aka. Xonaqohga hozir kiramiz. G'iybat qilmadim orqangizdan. Yomon gapirmadim.
Darveshning ko'rinishi qanday yurishga mana bunday mana bular yuribdi. Uyma-uy. Dar degani bu eshik ma'nosini beradi. Uyma yuradigan kishilar. Boya kirdik. Boya bu Nodir Devonbegi madrasasimiz. Bu rasmlar qayerdan saqlanib qolingan? Arxivdan olingan asosiy bular nusxasi, kopiyasi. Asl ko'rinishi esa shunday bo'lgan, lekin bular kopiya. Kim tomonidan olingan? Bu nechinchi yil olingan bu? 19-asr, oxir 20-asr boshlarida olingan. 16-asrdan qolgan devor qoldiqlari. 4-asr, 7-asrga tegishli bo'lgan sopol buyumlar. Lekin juda ham ko'p sayyohlarni ko'ryapman. Har doimgidek eng chiroyli narsalar ayollar. Men o'zimizga hech narsa topolmayman. Erkaklarga hech narsa yo'q. Hech narsa. Nomiga nimadir bo'lsa ham olaman, yo'q. asrga tegishli bo'lgan masjidlardan biri Masjidi Magoki Atori deyiladi. 12-asrda qurilgan, Sovet davrida yonida savdo qiladigan joylar. Magok so'zining ma'nosi asosiy bu yama, chuqurlik degan ma'noni beradi, chunki joylashgan chuqurlikda. Mana bu yerga e'tibor berishingizni so'rardim. Mana bu yerda ham hozir ham saqlangan ibodatxona. Aka, men pichoq tarafda emas, ketman tarafda katta bo'lgan odamman. Hech narsa bo'lmadi. Yo'q. Hoy. Sog'lik yaxshimi? Rahmat. Ishga kelyapsizlarmi aka? Ya bir kichkina. Kattasidan beri. To'g'ri kelsa shu, to'g'ri kelmasa yana qaraveramiz yashayapmiz. Qidiramiz ekan. Rahmat kalom. Rahmat. O, bu joy menga tanish, bu joy menga tanish.
Men Instagram akkauntimda aynan shu joyda men fotosessiya qilganman. Mana shu narsani men kiyganman, o'sha bo'lsa. Agar Buxoroga kelolmasanglar, Shohruxxonning Instagram akkauntiga kirib ko'rsanglar bo'ladi videoni. Lekin kelib ko'rgan yaxshiroq. Da. Xo'sh, bu bilan kirganmisiz yo'qmi? Shu joyda Instagramdan rasm olasizlar-da, ana nima deydi? Ikkalovini nima deydi? Solishtiramiz. Nechadan keyin? Qani qo'lingizni qo'ying-chi. Yo'q, rahmat aka, men tomosha qilganim yaxshiroq. Ana bir 1920-yilgacha Buxoroda 220 ga yaqin mahalla guzarlar bo'lgan. Har bir guzar mahalla shug'ullangan hunarmandchilik ishlari bilan. Bu su tortgan. Ha, pedali bor. Shu pedali bor, ha. buni men kerak bo'lgan-sizlar. Sizlar yasagansiz. Import tovarlari olib kelingan bizlarga Rossiya hamda Angliyadan. Yog'och aralash temirdan qilingan miltiqlar. Qarang. Fizika odamni mo'jizaborligiga ishontirishi mumkin-a? Qoyilman. Aylantirish uchun barmoqni sal teparoq ko'tarish kerak. Bunaqa seriozli ishlar. Lekin og'riydi aylantirsangiz ham buni. Barmoqqa aylantirsangiz og'riydi. 16-asrgacha Buxoroda 20 ga yaqin hammomlar bo'lgan. Hozir saqlangan ikkita hammom 20 ta hammom bo'lgan ekan. erkaklar hammomi. Ana jarayon. Ana. Ana. Kostyum shunda kiradigan joy emas ekan aka. Mayli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu yerga chiqanda o'zi to'g'ri qilibsizlar. Bu yerga chiqqandan keyin hamma dam oladigan joy qurildi. Keyin choy ichishga chiqamiz. Lekin Mana yoritilishi. zo'r joy ekan. Zo'r joy ekan-a? Tez aytib olaylik, keyin ko'p qolib Mana shu ko'rsatuvni syomkasidan keyin albatta shu yerga kelaman degan umiddaman. Lekin ozgina tursangiz ham terlab ketadigan joy ekan. Ketdik. Ketdik. Albatta zo'r ekan o'zi. Assalomu alaykum. He is our singer. Shohrux. Qayerdan kelganlar? Where are you from? Excuse me? Munich. Munich. Germany. Germany. Oo, Oktoberfest boshlanadi yaqinda. Oo, Myunxen. Bavariya. Munich. Yana nima bor yoqda? Nice to meet you. Thank you. Thank you very much. Mana o'rganib Myunxen sog'indim, ketdik endi. To'g'rimizda joylashgan Qo'sh madrasa, Qo'shaloq madrasa degan ma'noni beradi. 17-asrga tegishli bo'lgan madrasa. Ya'ni Abdulazizxon o'zi uchun qurmoqchi bo'lgan madrasa, lekin ikkinchi marta hajga borgan paytda o'sha yerda olamdan o'tib qolib, ishi chumdan qolib ketgan. Bir marta ham restavratsiya qilinmagan Abdulazizxon madrasasi. Hozirda mana bu siz bilan kirgan joyimiz bu oldingi masjid. Hozirda esa yog'och o'ymakorligi muzeyi. To'g'rimizda mehrob, ya'ni bu qibla tomonga joylashgan. Bizda shunaqa bir sir joyimiz bor. Hozir biz svetni o'chiramiz. Mehrobga yaqin borgich narsa ko'rmaymiz. Uzoqdan turib telefonga olishingiz mumkin. Mana bu aksni ko'rishingiz mumkin. Sal
dalada erkak mo'ylovli yenglari bilan ko'rsatib turibdi. Nur tushgandagi soyalar ham hisobga olinganda manimcha bunga chiziladi-ku. Umuman boshqa narsa. Makkada tushlarda bir mo'ysam kiradi, aytadi, ortingga, yurtingga qaytganda shunday bir madrasa qurdiringki, sana nomining asarlardan qoladi. Ortga, yurtga qaytganda butun mana shu madrasani qurishni boshlaydi. Ustalarga buyurar ekan, shunday yasanglarki, mana soyam siymon, ya'ni sillaydi, mehrobda tursin. Mehrob bilasan, qibla tomon namoz o'qiladigan joy. Odamga qarab sajda qilinmaydi, namoz o'qilmaydi, mumkin emas, bilasizlar. Shu uchun ustalar geometrik shakllar bilan oldindan ochilib turgan lollar, gullar. Aslida Abdulla Sifon soyalarini, siymonlarni yaratishgan. Bu narsa ertalab peshin namozgacha ko'rinadi. Peshin namozdan keyin quyosh boshqa tomonga o'tadi. Bu soya asta-asta ko'rinadi. O'zida biz telefonda ko'rdik. Telefon, kamera bo'lmagan, bu narsa eshikdan 7 qadam orqada ko'ringan. Va ilgari hech qachon masjidda unday qizil rang, olov rang berilmagan. Masjidda faqat ko'k, yashil, oq ranglar berilgan. Abdulla Sifon mana shu olov rang, oranj deb rang beradilarda har bir devorga nom berilgan. Ana bu devordan do'zax devori deb ataladi. Aynan chizish mumkin emas, naqshlarda chizib ko'rsatgan va har bir kishining ko'rib bo'lish tasavvuri, fantaziyasiga bog'liq. Tug'ularni ko'rayotgan bo'lsalar esa xuddi ilonlar bir-biriga chermashib turganda, pastda tikanlar o'sib, burchakda alanga olov yonyapti. Buni ma'nosiki, ertaga har qanday yomonlikning albatta jazosi. Do'zax degan joy yomonlik qilmaylar degan ma'noda. Va bunga qarama-qarshi devorni jannat devori deb ataydi. Moviy ko'k rangga beradi. Ana bular 7 qavat osmon deydi. Har qanday yaxshilikka qiyinchilik bilan erishasan. Asta-asta yuqorilab chiqaverasan. Ertaga sening yaxshiligingning mukofoti kutib turibdi. Jannat degan joy bor, yaxshilik qilgin degan ma'noda. Va to'g'ridagi devorni podshohlik devori deb ataydi. Aytmoqchi bo'ladiki, sen har qancha podsho bo'lsang ham, har qancha puling ko'p bo'lsa, hech qachon Allohni unutma. Endi shift degan xatoga qaraysiz, qanaqangi chiroyli. Va mana bu devorni ilm bilim devori deb ataydi. Bu yerda fors asosida bo'lgan fors usta me'morining ismi Najafquli Qazviniy deb yozilgan. Va u yerda bayda yozilganki, mening bechoraning amakida yod etinglar, mening haqqimga duo etinglar deb yozilgan. Boshingizga ehtiyot bo'ling. Birinchi qavatdagi xonamiz o'quv xonasi, ikkinchi qavatdagi xona esa asosiy yotoqxonasi bo'lgan. Sandal asosiy bilamiz pechka vazifasi o'tagan, tepasida chaqchoq soladigan lalilar bo'lgan, yakka tartibda o'qishgan, bitta o'quvchiga bitta o'qituvchi tayinlangan. 21-sentyabrda o'qish boshlanib, 21-martda tugagan. Tuya jumlarimiz har xil sifatlarda, masalan, bu tuyaning orqa tarafdan olingan, если пощупать, грубый чуть-чуть, работа грубая. Основа sintetika, 60 ta uzil 1 kvadrat santimetrda. Bu eng past sifat hisoblanadi. Narxi $260 boshlanadi. Klassik Buxoro dizayni. Bu qo'yjundan to'qilgan 110 ta uzil 1 kvadrat santimetrda. O'rta sifat hisoblanadi. Narxi $350 boshlanadi. Shu razmer. Da. Eng yumshog'i qaysi endi? Eng yumshog'i yosh tuyaning bo'yin tarafdan olingani. Da. Soqolidan. E'tibor bersangizlar, bu sholkdek tovlanadi, ipakdek. Ha, rangimi? Da. 120 ta uzil 1 kvadrat santimetrda. Bu yuqori sifat. Bularni to'qilishi 4,5 oy vaqt ketadi ana shu gilamga. Bu qo'lda ekan, haqiqatda. Mana buni qarang, mana uni tez to'qitishing. Shunchasini kim qilgan shuncha odam? Nechta odam ishlaydi sizlarda? Shu yerda 70 ta qizlar ishlaydi. Atak 250 ta qizimiz bor. Sholk ipak gilamimiz har xil качествоda. Bu yerda persiyskiy рисунок. Qachonki dizaynda растительный орнамент bo'lsa, u persiyskiy bo'ladi. Когда геометрический, то это Buxoro dizaynlar. Bo'lsa Buxoro. Bu yerda 160 ta tugun 1 kvadrat santimetrda, основасы beri paxta, to'qilishi 5,5-6 oy. Bitta odam to'qiydi otda? Bitta odam. Bu yerda основасы paxta bo'lganligi uchun buni faqat devolga o'sish uchun. Chunki paxta stирается. Yediriladi. To'g'ri, yediriladi. Mana kimda kim nima uchun Shohruxxon bilan deb o'ylagan bo'lsa sayohatimizni, mana savolingizga javob topdingiz. Yediriladi.
eng oliy sifati. Mana shuni olib ketamiz. Nimaga bu olasiz? Ikkita основа ketadi. Bitta o'ragandan keyin yana arkasidan yana bitta o'raladi. Qancha vaqt ketadi? Bu yeri 1 yil. Eshik sifatida qo'llanganlar. Bu eshik doim qimmat bo'lgan. Shuning uchun aka 8000. Da. Bu pulga eshik ham olaman-ku deyishingiz mumkin. To'g'ri, lekin eshik mana bunday bo'lmaydi. Eng qimmat qaysi mashina? Eng qimmatini ko'rsating. Eng qimmati Keyin anavi eng arzon nemitasiga mana O'sha necha pul turadi? 250 ming Nima? dollar. 250 ming dollar. 250 ming dollarlik. Shohruxxon 250 ming dollar sarflamoqchi bo'lgan vaziyatni ko'ryapmiz. Sarflaganini ko'p ko'rolmaymiz. 250 ming dollar. Da. Nima uchun? Bu yerda 4 ta qiz 4,5 yil vaqt ketgan shu gilamga. 4,5 yil. Ha, 4,5 umrini eng muhim 4,5 yili bo'lgan. Da. Nimaga buncha qimmat? У 4,5 yil просто представить. Muhim. Девочка, Ne, qiz mana bola bir joyda o'tiribdi и 4,5 yil bitta ana shu gilamga vaqtini sarflayapti. Necha yoshdan necha yoshgacha bo'lgan vaqtini sarflagan? Bu juda ham muhim. Misol uchun 50 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan vaqtini sarflagan bo'lsa yoki Yo'q, 18 50 yoshga 22 yoshgacha yo'q, vaqtini sarflagan bo'lsa ikkita har xil vaqt bu. o'rtasidan. O'rtasidan, o'rtacha. Nimadan qilingan bu? Shok. Ko'z yoshlardan aka, o'sha qizni ko'z yoshlaridan qilingan. Delfinni terisidan. Shok ha bu. Asnovasi ham o'zi ham. Uchastka olmoqchi edim, shuni olaman. O'rniga. Zo'r. Biz siz bilan turgan joy Poyi Kalon ansambli. Qaranglar o'rtoqlar, qanaqangi go'zal. Machti Kalon, o'rtada Minorai Kalon, Miri Arab madrasasi. 16-asrda qurilgan madrasa. Qur'oni Karimda 114 ta sura oyat bor, buni bilamiz. Buning ustida 114 ta hujrasi bor. Katta minora qurilgan 1127-yil ustoz Baho boshchiligida. Uzunligi 46,5 metr. 10 metr fundamenti, ichida 5 ta zinasi bor. Aylanib chiqasiz. 3 ta vazifani bajargan. Birinchi vazifasi har bir 4 ta mulla chiqib 5 vaqt namoz odam chaqirishgan. Ikkinchi vazifasi esa chetdan kelgan mehmon orintirovat qilish degan. Mo'ljal bo'lib xizmat Mo'ljal qilgan. qilish uchun. Uchinchi vazifasi esa 4 ta odam xabar qilishga Amir Onaxonga begona odam berdi. Machti Kalon qurilgan 16-asrda. 208 ta gumbazdan iborat. Nima uchun 208 ta? Shuncha usta ishlagan. Har bitta yo'ldoshi bitta usta taxlagan. Mana bu sudga ham 30 yildan keyin 1 asr bo'ladi. Shohruh aka mana sayohat dedim, lekin bir kunda hech narsani ko'rib ulgurmaysiz baribir. Haqiqatda kunimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi, lekin biz hali Buxoroni yarmini ham Yo'q, ko'rmadik. ham ko'rmadik. Hali ko'rmadik yarmini, shuning uchun ertaga kechaman charchadim Demir shakar, bugun ko'p yurolmayman demasligingiz uchun bugun voqearoq tarqalamizda. Ertaga ertalabdan birinchi bo'lib oshi sofi qanaqa pishirilishini ko'ramiz, tatib ko'ramiz. Ana undan keyin men sizga qolgan joylarni ko'rsataman. Mazza qilib aylansa bo'ladi yana. Mayli. Yaxshilab eslab qoling yoki yozib oling, chunki keyin yana kim bilandir kelsangiz aytib berishingiz kerak bo'ladi. Qoidasi shunaqa. Men ham qachondir kelganman, menga aytib berishgan. Mana sizga aytib beryapman, siz ham kimgadir aytib berasiz. Kelishdik. Xush kelibsiz Buxoroga. Ertalab davom etamiz. Men ham charchadim. Demak, Shohruxxonga va'da berganmiz, Buxoroga kelganda buxorocha osh yeyishib, oshi sofi. Bugun o'shani pishirishni men ham o'rganaman, men ham pishirish bilmayman to'g'risi. Mana bilan chiroyli qilib qo'ydik, men o'rganishim uchun. Men to'g'risi aytaman hozir, chiroyli qilib bu yerda mirshakar osh qilib berdi deyish, o'rinsiz osh alohida pishadi. Men shunchaki yana menga ham o'rgating dedim. Jarayon qanaqa farq qiladi aka osh pishirishda? Go'shti alohida qaynatiladi. Guruchi ham alohida qaynatiladi. Avval sho'rvasi, keyin go'shti, keyin sabzi, naqot mayiz bo'ladi. Guruchini ham, keyin bug'ga pishadi bu. Qanaqa to'g'raymiz sabzini? Sabzini ozgina mayroq qilsangiz ham bo'ladi. Ha, bundan kichikroq, ha? Kichikroq qilsangiz ham bo'ladi. Siz yo'qmayotganimizda to'g'risini aytavering. Zo'r.
Keyin mirshakar to'g'ragani uchun yomon chiqdi demang oshnaga. Go'sht boshqacha to'g'ralish kerak, to'g'rimi bizda? Bo'ladimi shuncha? Yo'q. 4 ga bo'ling. Ha, 4 ga. Men o'yladim 6 ga bo'laman hozir buni deb. Yo'q, 4 ga bo'lamiz ha buni. Endi piyoz. Xo'sh, qalinroqmi, yupqaroqmi? Yo'q, qiladi. Shunaqami? Maktab payti somsapazga shogird tushganman, somsa pishirishni o'rganaman deb. 6 oy piyoz to'g'radimda, o'rganmay ketdim keyin ishdan. Faqat piyoz to'g'radim. Ertalab bir qop, obeddan keyin yana bir qop. Bir kunda necha kilo osh qilasizlar? 200. Qancha piyoz to'g'raysiz aka? To'g'risini ayting. Bir 10-15 kilo. Sizlarda ham piyozchi bo'lib ishga kirsa ham bo'lar ekan. Siz bilan birinchi bo'lib, qarang, sharti shunaqa. Men bitta to'xtaymiz. Siz osh sizga yoqqani va maza qilganingiz haqida intervyu berasiz birinchi bo'lib. Chunki bizga obyektiv baho kerak emas. Bizga shunchaki maqtalgan intervyu kerak. Shuning uchun mana kamera oshni maqtab oling, keyin men siz osh yegani olib kiraman. Osh yeyishdan oldin maqtash kerak. Albatta, shart shunaqa. Voy, shunaqa osh yedi bugun. Ertalabdan mirshakar o'zlari pishirib berdilar. Va'da qilgandaki Buxoroda osh qilib beraman dedi. Nimalari yoqdi aka oshni sizga? Menga hamma guruchi yoqdi. Zo'r, ha? Guruch zo'r. Вообще zo'r ekan. Maza qildingizmi aka? Maza qildim. Endi kiring. Rahmat. Endi osh yesak. Endi osh yeb ko'ramiz. Rahmat sizga. Ataylab mana bu mis qozonni 300 yil oldin yasaganmiz, bugun siz kelishingiz uchun. O'rtoqlar, biza bugun mirshakar va'da bergandaki oshga keldik, o'zlari pishirib berdilar. Osh tayyor, men pishirmadim, chunki yaxshi osh va'da qilganman. Lekin bu osh butun mahallamizga yetadi. Mana. Keling, mahalla bilan keling, aka, hammaga yetadi. Osh zo'r chiqdi. Endi ko'ramiz. Bormisiz yo'qmi sizda? Yo'qsiz aka. Men ketdim. Yo'qsiz. Yo'q, siz kelmagansiz, shuning uchun yo'qsiz. Ketdim emas. Roshinnikiga yoqmabdi osh mana. Joy tayyor. Kelinglar. Ana endi hozir biz osh sofi yeb ko'ramiz. Beringlar, oshni beringlar. Oshni beringlar, haqiqatan hozir gaplashadigan gap yo'q. Gaplasha olmaymiz. Agar kimgadir maktab ovqatini maktab olib kelgan bo'lsangiz, bitta lifehack bor. Bir kun oldin hech narsa bermay qo'ying u odamga. Biz kechadan beri Shohruh akaga hech narsa bermadik, bugun osh baribir yoqadi shuning uchun. Uyi yoqdi menga. Taklif o'zi yoqdi, g'alati. Taklifni o'zi yoqdi menga. Ha, shirin narsa oshdan oldin. E'tibor bermang. Shakar suvga o'xshaydi-ku. O'xshaydi. Hidlab ko'ring. Shakarli suvmi? Xo'sh. Voy, osh keldi, boshlaylik. Va nihoyat. Necha kun oldin va'da beruvdik? Aka, ko'p bo'lmadi. Mana shu yil. Shu yil albatta. Anchadan beri kutyapman. Qani? Men yillar oldin va'da berib, hali ham bajarmagan joylarim bor. Oling. Hamma tengdoshlar yig'ilsa osh yomay qoladi, chunki yoshi katta odam bo'lmaydi boshlab bergani. Bizada bor. O'zlari pishirgan osh hozir. Bir yeb ko'ramiz. Oling. Oxiri yaxshi bo'lsin. Siz boshlab bering, yaxshi bo'lsa men yeyman. Non kerak bo'lsa oling. Yo'q, bitta oling, qolganini men qo'yib qo'yaman. Xo'sh. Bugun xursand bo'lib uxlayman. Nima degani bu, yoqdimi, yoqmadimi?
Chunki bugun oxirgi kun Buxorodamiz, balki ertaga ketayotgandan xursanddir Shohrux aka. Uni ko'rsatuv davomida aytib o'tadi. Ya'ni endi biz oxirigacha kutamiz. Shohrux aka ko'rsatuv davomida aytadi osh yoqqan yoqmaganini. Xohlasangiz maqtamangda shunchaki yeng maza qiling aka. Qanaqa tushuntirsam sizga? Bu klubning oshda. Bu oshdan yeb ko'rishingiz uchun qaysidir buxorolik tanishingiz sizni mehmon qilishi kerak. O'zidan o'zi topib olmaysiz baribir buni. Yaxshi, men tanishim bor. Ko'rdingizmi? Mana. Endi siz ham tanishlaringizni olib kelib yedirsangiz bo'ladi osh. Tanishgandan xursandman. Klubga xush kelibsiz aka. Rahmat. To'g'risini aytaymi sizlarga? Oshni bemalol yeb olaylik. Ko'rsatuvni yana davom etamiz keyin. Chunki rostdan mazali osh ekan, maza qilib yeb olaylik. Men siz gapingizga qo'shilaman. Shu kamera o'chishi bilan hozir Chunki yo chiroyli yo maza qilib yeyish kerak-da aka. hammaga yoqimli ishtaman. 19-asrda qurilgan ekan masjid. 19-asrda tasavvur qilyapsizmi? Bundan oldin emasmi? Yo'q, bu eng oxirgilaridan-da, eng yoshlaridan. Mana minora bor. Bu minora uchun aka 10 yilcha oldin rosa kurashdik. Nimaga? Qulab tushayotdi. Taxtalar bilan o'rab tortib qo'yishuvdi bir 7 yilcha. Ha, zo'rg'a tortib oldik buni aka. Mana Abdulazizxon xonaqohi deganlari. Yo'da bog' mana ikki tomonda. Yoshlikni eslatmoqda bu kunlar. Mana shunaqa kichkina bola edik, mana birinchi marta mana shu yerda ko'rganman bu qushlarni. O'sha qishloqda boqdingmi? Qishloqda faqat tovuq ko'rardik, kurka ba'zan. Baliq ham bor ekan. Bor baliq. Ko'rdingizmi? Hammaga ham ko'rinmaydi bu yoqda baliq. Bilasizmi qanaqa odamlarga ko'rinadi? Rivoyat qilishlariga ko'ra, mana shu odam baliq o'tayotgan paytda ko'rinadigan joyda bo'lib qolgan odamgagina ko'rinadi aka. Mana siz o'sha odamsiz. Mana men ham ko'rdim. Ko'rdingizmi? Oddiy odamlarga ko'rinmas ekan. Yo'q. Oddiy odamga ko'rinmaydi baliq. Men bilan kimga ko'rinadi bular? Bular hammaga baliq ko'ra olmaganlar shunga qaraydi. Vaqti chiroyli. Qarang, o'zini ishi yuribdi. Bilasizmi, kechqurun nima qiladi bular? Ha, ish tugidan yopiladi-ku. Bular bilasizmi nima qiladi? Oyoqqa chiqadi-da, deydi. Buni qirzillatib yotadi ekan. Tovuq tashiydi bo'ynini. Tushib ketyapti ekan. Mana qarang, ko'rinadi hozir. Sal og'ib turib. Umuman yo'q, o'zimiz ham bilmadik o'xshashini. O'xshab. O'xshadi. Qarang, yuzda qo'rquv yo'qmi? Kompyuterda olib tashlaysiz sizcha. Biz juda ham chiroyli otda sayr kadrlarini olmoqchi edik. Qatn ushsa bo'ladimi? Mana qatn ushlasa bo'ladi buni degan savoldan keyin biz fikrimizdan qaytdik-da. Shuning uchun mana sizlarga otda boshqa ikkita odam aylanib yurgan kadrlarni tasavvur qilinglar, bu biza bo'lishimiz mumkin edi. Tulporingiz zo'r-ku aka. Ko'rdinglarmi, biza ikkita otni olishimiz kerak edi. Lekin men sal qo'rqdim. Samokatga mingani, ishlab olmasin deb. Tushungandirsiz? Oho! Keling, men sizga hozir Buxoro amirlarini qishki saroyini ko'rsataman. Bu Buxoro arka aka. Mana shu yoqqa kirishimiz kerak.
Samarqandda mumkin emas. Otda faqat Amirga mumkin. Demak, ikkalamiz ham piyoda kiramiz. Ozgina kech qoldik bu yoqqa kelishga. Qayerga keldik? Buxoro arkiga, Amirlarning qishki saroyi. Sal kech qoldik aka. 100 yilcha oldin kelsak, Amir bo'lardi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizdan bilet so'ramadi. Ko'rdingizmi? Assalomu alaykum. Da bu mendan so'ramagani siz bilan yurganim uchun. Bu yerda otxonasi bor. Mashitdan boshlab aka 2 bukilib ta'zim qilib mashaqqatga kelgan bo'lardingiz hozir. To orqangiz devorga tekkuncha. Endi Amir kerak. Keyin bunday burilib o'tasizda, orqangizni Amirga ko'rsatmasdan keyin turib ketsangiz bo'ladi. Orqangiz bilan xuddi mana shunaqa mana shunaqa. Yetarlicha egilgan bo'lishi kerak boshingiz. Ha, qo'lingiz ham bunday. To'ppa sizga o'xshayapti. Qaramaysiz aka. O'zi uriladi, qaramaysiz. Qaramaysiz, yani urildingiz, mana kelib urilish shart emas, sekin chiqib ketsangiz bo'ladi. Bu G'ulomgard. Mana ketmaymi? Yo'q, hozir Amir yo'q-ku aka. Bu marosimlar saroyi. Keling, bugun siz bu yoqqacha chiqishingiz mumkin. Buxoro amirlari bu yoqda har xil marosimlar uyushtirgan. 1669-yil G'azg'on marmaridan yasalgan mana bu taxt qo'yadigan joy. Hozirgacha saqlanib qolgan aka. Bu taxt haqiqiy emas. Chunki haqiqiy taxtga hamma ham kelib o'tirib ko'raversa bo'lmaydi. Shuning uchun bu taxt haqiqiy emas. Rasmga tushish uchun bemalol qo'yilgan. Shuning uchun chiqib qilich ushlab rasmga tushsangiz bo'ladi hozir. Qarang aka. Siz o'tirib oling. Men hech Amirga qarang aka deyman deb o'ylamagandim. Oxirigacha his qilayman bu. Oson emas, taxtga o'tirib olish ham. Xo'sh, o'tiring. Amir bugun trenirovkadan kelyaptilar. Nimaga zarbot tonlari yo'q? Zalda edi. Zalda edi bugun. Demak, qarang. Bu qishki saroy. Boya aytganimdek, bu o'tirgan joyimiz marosimlar maydoni. Hamma shu yerda yig'ilgan, endi hamma deganim zodagonlar. Hamma yig'ilgan, Amir bu yerda o'tirganlar va har xil tadbirlar o'tkazilgan. Devorlar restavratsiya qilingan, hammasi bu ko'rinishda saqlanib qolmagan edi. Lekin ko'rib turgan ustunlaringiz hammasi saqlab qolingan ustunlar, restavratsiya qilingan, saqlab qolingan o'sha qurilgan davrdagi ustunlar ekan. Mana marmarni sizga aytdim, 1669-yil qilingan deb. Amir shu joyda o'tirib gaplashganlar hamma bilan. Ichkariga kirsak, yotoqxonalari ham bor, salomxonalari ham bor, hamma yig'ilib Amirga salom bergan joylari ham bor ekan. Bu joyni ham ko'rsataman. Bir qoshiq qonimdan ketsangiz. Biz buni o'ylab ko'ramiz. Kirib kelishingiz yoqmadi menga. Shuning uchun boshqadan kirib kelasiz. Endi bu yerda o'tirgandan keyin odam boshqacha bo'lar ekan, baribir. Qanaqa bo'lyapti aka? Nimalar his qilyapsiz? O'zimda kuch his qilyapman. Bo'lmasa ketish kerak. Ketdik. Bu yerda qolsam bo'lmaydi. Yo'q, bu yuqumli aka. Hop, urushga ketamiz, kelamiz. Hech bo'lmasa shu qilichni olib ketsam bo'lmaydi. Buni olib ketsa bo'ladi. Aziz do'stlar, 15 soniya Amir bo'lib ko'rdik. Bu sehrli qilich. Buni agar olib zinadan bir nafasda tushsangiz, egasi kelib urushib olib qo'yadi. Shart emas, a? Boshingizdagi ham sizniki emas edi, aka. Buni olib ketsam bo'lmaydi. U ham sehrli, egasi keladi. Tashlab ketaman. O'tmaydi aka. Bu hech narsani o'rniga o'tmaydi. Mana u haqiqiysi. Marhamat, tushungansiz siz. Siz bilan qolgan joylarni tomosha qilamiz. Xuddi mana shunaqa kechgan aka Amir Almashinovni. Faqat ko'proq qon bilan. Siz men joyimga o'tirib oldingiz. Yo'q, men o'tirdimmi? Endi bu meni joyim. Shunaqa. Qoida shunaqa bo'lgan ekan. Amringizga muntazirmiz. Siz yashab qolgan bo'lardingiz u zamonda. Ketdik aka. Endi ichkarini tomosha qilamiz. There's a video where it's with the girl with the shoes. What? There's a video where he. Oh, hello there. There's a video where. Men ham ingliz tilim tugadi, menga qaramang, mana tarjimonlari bor. Yonir. Siz to'g'ri aytdingiz. Buxoroga ko'proq kelsam, men butun dunyoga taniladi. Butun dunyoga. Mana hozir sizning Buyuk Britaniyada 3 ta fanatingiz bor. Ko'rdingizmi? Siz shuning uchun dunyoga chiqish shart emas. Dunyo o'zi Buxoroga kelgan. Siz kelib tursangiz bo'ldi.
Hammasi shu yerda tanib, san'atkorlarga life hack. va kichkina wi-fi Tanilish uchun shunchaki Buxoroga kelib aylanib yursanglar. viza olish shart emas. Kelib aylanib yurishingiz kerak va rostdan ham san'atingiz zo'r bo'lishi kerak. Shuning uchun qarang, bizga kelgan joyimiz bu salomxona. Salomxona deyiladi. Gap nimada? Mana shu yerda hamma amirni oldiga kelganlar, elchilar bo'ladi, muazzinlari bo'ladi. Hammasi qator turishganda ertalab bomdoddan keyin mana bu deraza ochilgan. Bu yerda amir o'zi yashagan xona. Mana bu deraza ochilganda bular salom bergani kelishgan bu yoqqa. Ertalabda amirga salom berishgan. Mana bu yerda amir odami turganda Alik olib turgan. Kelgan odamlarning salomiga. Shuning uchun men sizga aytdim, biz bu yerda emas, biz maksimum siz bilan oxirida turishimiz mumkin bo'lardi bu qatorni. Bu yoqqacha kela olmasdik. Ichkariga ham kirsa bo'ladi. Hozir ha. Hozir kirsa bo'ladi. Endi amir uxlab yotmagan bo'lsa kirsa bo'ladi hozir. Bu amir yashagan xonalardan bir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, o'zingiz tushuntirib bering. Men bilgancha aytyapman, chala-chala tushuntiryapman lekin. Mana bu kirgan xonamiz hozir Amir Olimxon o'zlari Buxoro amiri Said Amir Olimxon yashagan xonalar. Ichkariga hozir yo'l olamiz. Ichkarida ya'ni o'zlari yashagan, istiqomat qilgan xonalar ichma-ich bir-biriga o'tiladi. Salomxona hovlisiga qaragan deraza shu tomonda joylashgan bo'lib, shu salomxona hovlisiga qaragan tomon hisoblanadi. Hozirda bu yerda Buxoro amiri kiyimlari ko'rgazmasi namoyishga qo'yilgan, to'rda turgan Buxoro amiri o'zlari o'tirgan taxtlari. Bu yerda ko'rib turibsizlar, qizil duxoba matosidan qilingan, oddiy yog'ochdan ishlangan, yevropacha uslubda qilingan taxt kiyimlari, sallalari asosan zardo'zi uslubida tikilgan bosh kiyimlar, oyoq kiyimlardan foydalanilgan, hatto kamarlarda ham. Sallalar 7 metrdan 24 metrgacha bo'lgan. 24 metrgacha bo'lgan sallalarni amirlar asosan o'rashgan, o'sha avvalambor mansabga qarab. Keyin o'sha sallalarni o'zini vazifasi ham borda, bu o'sha masalan safarga chiqqan paytda kezi kelganda dasturxon, joy namoz qolaversa, shu boshni himoya qilish bo'lsa, yana bir sababi bu o'sha safarga chiqqanda masalan omonatini topshiradigan bo'lsa, kafanlik vazifasini bajarishi kerak bo'lgan. Kiyimlarida ham zardo'zi, zamindo'zi, guldo'zi uslubida tikilgan to'nlar asosan kiyilgan, 7 qavatgacha yaktay kiyilgan, ustidan to'n kiyilgan. Mana suratda e'tibor berishlaringiz mumkin, shunaqa yelkali bir kishi bo'lib bu yerda tushganlar. Nimaga uncha ko'p kiyilgan? Maqtlar sovg'asi vakili bo'ladilar, bu shu so'rovlarning 7-vakili. Tarafi ham bor. Shunaqa. Turli xil uslubda tikilgan to'nlar bu yerda ko'rib turibsizlar, demaklar. Ertalab turib amir tanlaganlar, qaysi birini kiysam deb. Siz shunaqasidan kiyganmisiz konsertingizda? Yo'q. Buxoroliklar sovg'a qilsa agar Kiysalar bo'ladi. kiysalar bo'ladi. Bu rasmni ko'rgan bo'lsangiz kerak baribir. Bu rasm juda ham taniqli rasm. Rangsiz versiyasini ko'rganman. Ana endi rangli versiyasini ham ko'rdingiz aka, ko'rdingizmi? Qarang. Bu yerda ekspozitsiyamiz eksport-import mahsulotlari. Amirlik davrida Hindistondan, Xitoydan, Yaponiyadan, Rossiyadan keltirilgan sovg'a-salomlar namoyishga qo'yilgan. Narigi tomondan o'zimizning hunarmandchilik ishlari namunalari qo'yilgan. Bular o'zimizga. Bular Buxoro amirligiga kelgan elchilar, mehmonlar kim kelsa ham albatta sovg'a-salom bilan kelishgan. Mehmondo'st xalqimiz albatta kuzatgan paytda ham o'zimizni o'sha hunarmandchilik ishlarimizdan sovg'a-salom berib uzatganmiz. Samovar bu yerda Tula shahridan, Rossiyaning Tula shahridan 1810-yilda ishlangan. Jo'mragida baliq tasviri tushirilgan. Xitoydan va Yaponiyadan keltirilgan buyum mana shunaqada bo'ldi. Keling, chinnilar ko'ramiz aka. Mana bittada ajralib turibdi bular ham. Yaponiyadan, Xitoydan Amerikaga sovg'a qilib olib kelishgan. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Normalement, il est très gentil, très sympa. Mendan sizlarga maslahat, Buxoroga aylangani kelsanglar Shohruxxon bilan kelmanglar. Maza qilib aylana olmaysizlar, hech narsa tushuntirib bera olmaysizlar. Butun dunyodan kelgan odamlar tanib yotibdi. Qo'shiq aytib bering, Shohrux aka, yo'q, fonogrammam yonimda yo'q deyapti. Ayollar kiyimi ham o'sha mavqeiga qarab 3 qavatdan 7 qavatgacha kiyishgan masalan. Ipak, shoy ipak. Qarangchi, qimmat narsa bo'lgan ekanda, otni yolidan qilganmiz. Orqa tomonida matoga gul bosilgan.
tamga o'xshagan. Bu ham ishlatilganlarimi o'sha paytda? Albatta. Buni rangga botirib turib, mana ikkita uchta qilib qo'yishgan-ku. Juda go'zal. Bu nima xarita? Hunarmandchilik markazlari har bir guzarni o'zini maxsus hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan shaxslari bo'lganda, masalan, temirchilar mahallasi, kulollar mahallasi, misgarlar, xuddi shunday o'sha mahallalar bu yerda joylashgan o'rinlari ko'rsatilgan. Mana Shohi Axsi, korxona, Bo'yrabo. Sarrodjon, Azizon. Mana bu kishi Prokudin Gorskiy birinchi marotaba rangli suratga olishni mana bu apparat yordamida amalga oshirdi. O'sha davrga tegishli bo'lgan fotoapparat. Shundan keyin rangli suratga olish urfga kirgan. Rasmdagi kim? Amaldor bu kishi. Qushbegi Nasrulloh. Qushbegi, ha. Nasrulloh Salobat bilan o'tiribdi-da, yuqoriroq. Qushbegi bu kishi bosh vazir lavozimidagi. Hozir o'zimizda bosh vazir lavozimidagi kishi Qushbegi deyilgan. Mana Amir Olimxonning o'zlari. 1881-yilda bu kishi Navoiyni Karmana shahrida tug'ilganlar, ilgari Karmanaga qaragan Navoiy bilasiz. Amirlik davrida Sankt-Peterburgda tushgan suratlari 13 yoshlarida bu kishining otalari Ahadxon Sankt-Peterburgga harbiy maktabga o'qishga uzatadi. O'sha yerda tushgan suratlari, mana otalari va ota-o'g'il birga tushgan suratlari. Darveshlar. Endi bilasiz, darveshlar o'zini Alloh yo'liga boshlagan, riyozat chekib yashovchi shaxslar. O'sha Allohni nomlari keltirilgan, masalan, suralar, oyatlar keltirilgan kiyimlar. Bu kashkollari. Hassasi birida suvini, chaqasini, nonni solib yurish uchun mo'ljallangan. Shia mazhabga mansub. Asosan bilasiz, qora kiyim. Bu eng ustidan kiyadigan toni. Buni tagidan yaktay kiyiladi, yupqa yaktaylar kiyiladi, keyin to'n kiyiladi. Mana bu yerda qozi kalonni suratlari qo'yiladi. Mana ikkinchi raqamda turibdi bu yerda va oila a'zolari bilan tushgan suratlari kishilar tomonidan keltirilgan arizalari, nusxalari, muhrlari bilan birga nusxa bu yerda Yozilgan bo'lsa, shikoyati nimasi bo'lsa, endi nima yozilgani bizda hozir ma'lum emas, lekin agar o'qib biladigan ba'zi keladi mehmonlarimiz ikkita uchta so'zlarni o'qiy oladilar. Yo, arab yozuvi bilan, lekin arab tilida emasda. Fors tilida, arab yozuvida yozilgan. Shuning uchun faqat forschani yoki faqat arab yozuvini bilish kam. Ikkalasini ham bilish kerak. Harbiy qismlar kiygan kiyimlar, ishlatgan qurollar, bular haqiqiy. Dubulg'asi, sovuti, qalqoni. Bu yerda davlat boshqaruv tizimi ko'rsatilgan. Buxoro amiri Bosh Qushbegi. Bosh Qushbegi aytdim, bosh vazir lavozimidagi kishi bo'lganlar. O'shadan keyin bek, amlakdor, mingbosh oqsoqol va ular bir-biriga mana shunday sxema asosida bo'ysunadi. Xullas, davlat boshqaruv mana shunday sistema asosida boshqariladi. Qozi Kalon Shayxul Islomga bo'ysungan ekan mana. Keyin Qozi Kalondan ketdi beklik raisi, amlokdor, beklik qozisi, amlokdor qozisi. Yasovul bosh, bular harbiylar. Harbiylar hammasi Bosh Qushbegiga qaragan ekan. Mana bu kishi Muzaffarxon. Amir Olimxonning otalari Ahadxon, ko'rdik suratda. Bu kishi Muzaffarxonning otalari Nasrulloh. Amir Nasrulloh. Bu kishidan oldin yana Shohmurod, Doniyorbek, Rahimbek degan yana amirlar o'tishgan. Amir Nasrulloh ham hammasi amir bo'lgan. Mana shu maydon Registon maydoni deyiladi. Men odamlar bilan gavjum holatda bo'lgan ilgari. Bu qamchi hech qachon ishlatilmagan. Bu Rustam Dostonning qamchisi deydi. Endi xullas har bir millatning o'zining milliy qahramoni bor. Bu qamchi faqatgina Buxoro amirligining adolatlilik belgisi sifatida darvozaning yuqori qismida osilib qoladi. Bu darra misoli bo'lib ilib qo'yilgan. Haqiqiy darra qanaqa bo'lgan? Uni zindon muzeyimiz bor, bilasizlar? Zindonda har xili bor. Hozir ham ko'rsataman sizga aka. Daralarni ham ko'rishingiz kerak. Ark qal'asining maydoni amirlik davrida 4 gektar bo'lgan. 1920-yilgacha. 4 gektar maydondan faqatgina hozir biza ko'rib chiqqan 1 gektar maydoni saqlangan. Binolar saqlangan qismi. Qolgan 3 gektari o'sha 1920-yilda bombardimon qilinganda 11 ta aeroplan, zambaraklar bilan mana shu qolgan 3 gektar maydoni vayronalar holatga kelib qolgan qismi mana shu qism. Binolar saqlanmagan, ko'rib turibsizlar, qum bilan qoplangan, shu tepalik holatda kelib qolgan. Yo'laklar qilingan hozirda shu mehmonlar uchun. Hozir masalan aylanib chiqsangizlar, Buxoro
minorani yuqoridan ko'rinishini tomosha qilishlaringiz mumkin. Mana minorai kalon ko'rinib turibdi. Bu yerda bo'lgan o'sha kanizakxonalar, masjidlar, hammomlar hammasi umuman yashash uchun hamma imkoniyatlar bo'lgan sharoit mana shu 3 gektar maydonni qolgan qismida bo'lgan. Chunki nimaga bunaqa katta joy 4 gektar maydonda 3000 aholi yashagan. 3000 odam 3000 odam mana shu darvozadan ichkari qismda muqim yashagan. Faqatgina amir ruxsat bergandagina tashqariga chiqishga ruxsat etilgan. Shuning uchun shu saroyning ichida hamma imkoniyatlar, hamma sharoitlar yaratilgan. Mana Qushbegin hovlilariga hozir darvozadan u yoqqa o'tsak, Qushbegin hovlilari edi. Hovli ham o'zlariga ajratilgan, oila a'zolari, farzandlari, yaqinlari bilan birga turishgan. Hamma shart-sharoit, imkoniyat shu yerda qilingan. Mana ishxona aka. Chiqish uchun boshliqdan ruxsat olishingiz kerak, boshqa payt yashab yuraversangiz bo'ladi. Bu joy oldin yopiq edi. Biz maktab bilan ekskursiya kelganda ham bu yoqqa kirgizmaganda. 4 gektar joyga qurgandan keyin 3000 ta odam yashagan dedilarmi? Mana butun Buxoro ko'rinar ekan. Biz mulkimizni kengaytirmoqchimiz. Mana Shohruh aka, siz bilan biz Qushbegini hovlilariga keldik. Bu yerda oila a'zolari bilan yashashgan. Sizga aytsam, bundan tashqari qabullar ham shu hovlida bo'lgan. Qushbegi kimdir ish bilan, shikoyat bilan kelsa, shu hovlida bo'lgan hammasi. Uzun yo'lakdan yurib keldik-ku. Ertalabdan o'sha yerda hamma shogirdlari, xizmatchilari navbatda turishgan ekan 300 dan ortiq odam. Kelib bitta Qushbegidan topshiriqlarini olib, gapini aytib ketavergan. Bu yerda qarang, ichkari hovli, tashqari hovli bor. Ichkari hovlida asosan ayollar yashashgan, tashqari hovlida erkaklar va qabullar bo'lgan ekan shu tomondagi. Yana sizga aytsam, Buxoroda iqlim juda ham keskin-ku. Qish sovuq, yoz juda ham issiq. Shuning uchun ikkita alohida uy quriladi. Bu yoqda yozgi uylar, bular balandroq, kengroq quriladi, salqinroq bo'lishi uchun. Va bu tomonda qishki uylar bor, bular kichkinaroq, pastroq qilib quriladi, isitish oson bo'lishi uchun. Bu faqat Arkda, faqat Qushbegida emas, o'zi umuman. Bizning qishloqda ham shunaqa qurilardi. Yozgi uylar quriladi, qishki quriladi. Qishki kichkinaroq, sandalda isitiladi, yozgi kattaroq, derazalari kattaroq, salqinroq bo'lishi uchun. Qarang aka, bu tarafni ko'rsangiz, yozgi hovlilarga quyosh kam tushadi. Yo'q, qishki quyosh ko'p tushadi, ko'proq issiqlik oladi, ko'proq ishiydi. O'shanga qarab joyi tanlab qurilgan ekan. Endi do'q-konturni kotellar yo'q, u sandalda bo'lgan faqat. Xullas, kattagina hovli aka, Qushbegini kattagina hovlisi. Endi hozir ikkalamiz o'tiribmiz, menimcha Qushbegi ishlagan paytlari gavjum bo'lgan bu. Qiy-chuv, obedga nima ovqat bo'lib turgan paytlari bo'lgan menimcha. Bir kunda 300 ta odam qabul qilgan. Kamida 300 ta odam kirib chiqqanda aka, shunaqa hovli tasavvur qiling. Ark hududidagi masjid. Bu yerda ham hozir muzey bor menimcha. Chunki hamma joyga kirsak muzey bor. Shuning uchun men shu fikrdaman. Kiring. Bismillohirrohmanirrohim. Arkning ichida 3 ta masjid bo'lgan. Ikkitasi erkaklar uchun, bittasi ayollar uchun mo'ljallangan bo'lgan. E'tibor bersangizlar, 8 ta eshigi bor. Namoz paytida baravariga ochiq holatda bo'lgan. Buxoro amiri Amir Said Olimxonning buyruqlari bilan usta Shirinmurodov tomonidan 20-asrning boshlari, 19-asrning oxirlarida qayta ta'mirlashlar olib borilgan xolos. Hammasi asl holatda turibdi. Bilasiz, mehrob, shu tomonga qarab namoz o'qiymiz. O'sha yarim ustunlarda shamdonlar, chiroqlar terib qo'yilgan o'z davrida. Amir o'zi qaysi masjidda namoz o'qigan shunda? O'zlari ham o'qiganlar. To'g'rida masjidimiz bor. Bola hovuz masjidi, o'sha yerga borib, juma kunlari o'sha yerda namoz o'qiganlar. Ma'lumotlarga qaraganda uzun gilam to'shalgan ekanda o'sha yoqqacha arkda oddiy aholi bilan uchrashib, o'sha yerda namoz o'qiganlar.
Mana bu tosh ekan. Rustam dostonni eshitganmisiz? Rivoyatga ko'ra, o'sha davrdan tosh bu. Bunga qilichlarni charxlashgan, pichoqlarini, o'zi kesish kerak bo'lgan narsani charxlashgan. Hozir qaramang, hozir mamlakat g'adir-budir bo'lib ketgan, chunki anchadan beri charxlamay qo'ydik. Anchadan beri ishlatmay qo'ydik, lekin o'zi charxlangan vaqtda silliq bo'lib ketgan bo'lishi kerak edi bu ekan. Pichoq sovg'a qilishdi-ku sizga. O'sha o'tmaslashib qolsa, olib kelib charxlab ketsangiz bo'ladi. O'shaning joyi. Mana bu yerda men sizga yana bitta narsa ko'rsataman aka. Bu otlarni ovqatlanadigan oxur deyilgan, oxuri bo'lgan. O'shani ko'rsataman sizga. Yuring. Bitta olib qolganmiz o'sha tarixdan, bitta sizga ko'rsatish uchun. Bu oxur. Bu yerda otlarga ovqat berishgan. Otlar keladi, yeydi, ortib qolganini tozalab olishadi. Balki bunaqasiga tozalab olishgandir. Men yo'q edim. Siz karvonsaroyga keldingizmi? O'zingizni ham, otingizni ham ko'ngliga qarashingiz kerak bo'ladi. Ark tomosha qilib oldik aka, nimadir savollaringiz bo'lsa, keyin yana o'zlaridan so'rab olaversangiz bo'ladi. Rahmat sizga katta. Sizlarga ham katta rahmat. Xush keldinglar Buxoroy sharifimizga. Yana kelib turinglar. Sizga katta rahmat. Mayli, sog' bo'linglar. Hammasini gapirib berib, tushuntirib berganingiz uchun biz yana alohida kelamiz hali. Sog' bo'ling, rahmat. Xush kelibsizlar, sog' bo'linglar, yaxshi qolinglar. Siz bilan ana endi borib hozir Bahovoddin Naqshbandni ziyorat qilamiz aka. Shu moment turdim. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor xush kelibsizlar. Alloh taolo ziyoratlaringizni qabul aylasin. Turgan joyimiz Hazrat Bahovuddin Naqshband ziyoratgohlari. Hazrat milodiy 1318-yil tavallud topganlar. Hazratning ismlari Muhammad, Bahovuddin Naqshband taxalluslari. Bahovuddin dinning nuri degan ma'noni bildiradi. Naqshband deyilishga sabab kasblari naqqosh bo'lgan. Ya'ni ulamolarimiz zikr qilishadiki, Hazratni asl kasblari naqqosh bo'lgan, lekin Naqshband taxalluslarini olishlariga sabab Alloh taoloning ism sifatini zikr bilan qalblariga naqsh qilganlar. Qalblariga muhrlaganlar. Shuning uchun Naqshbandiya tariqati bilan mashhur bo'lib kelganlar. Mato, gilam, naqsh chizib, naqsh uymakorlik qilganlar. Hazratni otalarining ismlari Muhammad Jaloliddin, qabrlari Madina-i Munavvarada haj safarida borib Madinada vafot etadilar. Ota tomonidan nasablari payg'ambarimiz Rasuli akram sollallohu alayhi vasallamni avlodlariga borib taqaladi. Volidai muhtaramalarning ismlari Bibi Orifa xonim, qabrlari shu yerda. Hazrat ona tomonidan nasablari payg'ambarimiz Rasuli akram sollallohu alayhi vasallamni ham do'stlari, qaynotalari birinchi xalifalardan Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ga borib taqaladi. Hazratni birinchi pirlari Buxorodagi 5-pir Boboy Samosi bo'ladilar. Boboy Samosi Hazratni go'daklik chog'laridan farzandlikka qabul qiladilar, ta'lim va tarbiya beradilar va o'rinbosarlari, shogirdlari, ya'ni davomchilari Buxorodagi 6-pir Said Amirqulolga topshiradilar. Hazrat Bahovuddin Naqshband ikkita hayotiy pirni ko'rib, ulardan tahsil olgan bo'lsalar, Hazratni Uvaysi pirlari, ya'ni ruhiy pirlari Buxorodagi 1-pir Hazrat Abdulxoliq G'ijduvoniy bo'ladilar. Hazrat Abdulxoliq G'ijduvoniydan ruhiy holatda ilm va irfon oladilar va aynan zikri maxfiyni Hazrat Abdulxoliq G'ijduvoniydan o'rganadilar. Hazrat milodiy 1318-yil tavallud topgan bo'lsalar, Hazratni o'zlarining vasiyatlarida ko'ra milodiy 1389-yil vafot etadilar 71 yoshlarida va o'zlarini bog'larga dafn qilinadilar. Hazrat vafotlaridan taqriban 150 yildan keyin Buxoro amirlaridan Abdulazixon II tomonlaridan Hazratni qabrlarini chiroyli qilib marmar tosh bilan o'rab dahmani quradilar va o'rtada katta gumbazli xonaqoh bor. 16-asrda shuni quradilar. Bir asrdan keyin Nodirxon tomonlaridan hujralar qurilib, Naqshbandiya tariqatdan tolibi ilmlar tahsil olishadi. Hazratni shiorlari dilbayoru dasbakor, ya'ni qalb Allohda, qo'l mehnatda deb zikr qiladilar. Hazrat marhamat qiladilarki, har bir inson holi hayotlik chog'ida nafaqai ahli oila, dunyo tashqi orzu havas deb mehnat qiladi, hunar qiladi, kasbi kor qiladi. Mana shu ishlash jarayonida qo'l, oyoq ish bilan band bo'lganda deylar, til va qalb deylar g'aflatda qolmasin, bekor turmasin, lag'ov so'zlar, ya'ni behuda so'zlarni so'zlamasin. Undan ko'ra Allohga istig'for, hamd va sano, tasbih va tahlil aytsa, shukrona qildirsa, Alloh taolo qilayotgan mehnatini bardavom, fayzlik, barakotli qilib, mehnatini orqasidan orzu havasiga yetadi. Eng asosiysi esa qilayotgan mehnatini Alloh taolo ibodat darajasida qabul qiladi deb Hazrat marhamat qilganlar.
Hazratni yana bir go'zal hikmatli so'zlari bor. Ya'ni hikmatli so'zlari shuki, zohiran xalq bilan, botinan haq bilan bo'ling deylar. Ya'ni insonni zohiri xalq ya'ni yaratilgan narsa. Haq esa Alloh taolo yaratuvchi. Inson bu dunyoda xalq, ya'ni ota-ona, ahli oila, jufti halol, yor birodar, do'sti og'ayni, mol va dunyo bilan hamohang bo'lsin zohiri. Qalbi, ichki dunyosi, ruhiyati haq bilan, ya'ni Alloh taolo bilan bo'lsin. Mana shunda deylar sirotal mustaqim, ya'ni to'g'ri yo'ldan boradi, adashmaydi deylar. Ya'ni insonni shunda qalbi boshqaradi deb Hazrat marhamat qiladilar. Hazrat Bahovuddin Naqshband 3 qiz, 1 o'g'illari yoshlikda vafot etgan, 3 qizlarni o'zlarini shogirdlariga nikohlab berganlar. Mana shulardan mashhurlari Xo'ja Alauddin Attor hazratlarini o'g'illari Hasan Attorga nikohlab berganlar. Hazratni hozirgi kecha kunduzda ham avlodlari bor. Buxoroda, Qarako'lda va Surxondaryoda, Denovda 19, 20, 21 avlodlari ham bor hozirgi kecha kunduzda. Alloh taolo ziyoratlaringizni qabul aylasin. Qadamlaringizga salom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Shohrux aka qarang, sayohat qildik. Ziyorat qildik. Osh yedik. Bo'ldi. Endi hozir borib dam olaylik-da. Chunki menga kimdir nimadir va'da qilibdi. Va'dani ustidan chiqish kerak. Va'dani ustidan chiqish kerak. Men kerak emas, keyin Buxoro ahlining oldiga chiqib, "Yo'q, kun bo'yi Mirshakar meni aylantirib charchatdi, shuning uchun konsert bo'lib qoldi" deyish. Hozir borib dam olamiz, keyin konsert. Yulduz bilan sayohat, biz sayohatimizni ham, ziyoratimizni ham yakuniga yetkazdik. Endi konsert. Ketdik. Xayrlashmay hali ko'rishamiz konsertda. Lekin Buxoroni oxirida aylanma. Yo'q, Buxoroga kam, aka. Buxoroga bir sayohat. Buxoroda Shohrux Birinchi savol. Sharq Varastusi yoki ikkinchi muallim nomiga qaysi buyuk allomamiz sazovor bo'lgan? Javobingiz? Farabiy. To'liq. Abu Nasr Farabiy. Agar quvvat bilan aytsak Farabiy aka. Abu Nasr Farabiy bu to'g'ri javob.